Assalomu alaykum hammaga. Bugun dizaynerlik bir kuni qilib sizlar bilan video olishni boshlaymiz YouTube'ga. Birinchi videolarimizdan bittasi. Sekin mana endi ishga qarab yo'l oldik. Soat 2 dan 44 minut o'tdi. Dizaynerlarni bir kuni mana shunaqa obeddan keyin boshlanadi. Har kun emas, lekin odatda mana shunaqa bo'ladi. Ochiq oyda ko'rsataman, hamma narsani ko'rib boringlar, nima bo'lishini hammasini ko'rsataman. Ma'lumot uchun men Qibrayda yashayman. Mana Mahmudda Yangi O'zbekiston, mana bu yoqdagi tog'lar o'nlik ko'rinadi. Zo'r joyda bizning mahallamiz joylashgan. Shahargacha 40 minutda shaharda bo'lamiz. Ofisimizga yetib keldik. Ofisimizga mana shu binoda Alfragas торговый centri ro'parasida mana shu podestda joylashgan. Rебята, а что это? Mahmud. Nimaga? Qalaysiz? Qachayapsizmi? Mana bu bizning so'lim go'shamiz. Da, endi mana shunaqa prikolniy joylar. Ofisimizda mana shu joyda joylashgan. Endi ko'ramiz, ishimiz boshlandi. Ishimizni qanaqa ketishini ko'ramiz. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi Mahmud? YouTube'ga video olman. Tabii bir kun deb turib. Bolalar bu yerda mana ish bosishyapti. Endi biz ham ishimizni boshlab olamiz. Devor bor. Bitta devor. Ha, bu devorga qo'ying, bu. Mana shu qoldiravering. Bu devorga qo'ying-da, stolni o'rtasiga qo'yib yuboring. Bu Aziz, bizning arxitektorimiz. Ofisda o'tirganimiz. Hozircha 3 kishimiz bizlar. Menga hozir bitta dastavka keldi. O'tog'im o'zi atechento so'radi. O'sha bola dastavka ko'rgan ekan. Bir chelik atechento kerak edi bizga. Hozir o'sha ketdi. Hozir o'shani topib olamiz. Qani dastavka? O'g'lani. Oppa. Qanday ko'tarib keldingiz buni? Dekorativniy kraskadagi interyer. Rahmat aka, charchamang. Mana dastavkamizni oldik. Endi buni xudo xolisa 3 kundan keyin egasiga yetkazamiz. Hozir bo'lsa dastavka bizning ofisimizda turib turadi. Ochilmagan. Pakovkada. Bu yerda bo'lsa, mana Mahmud ishchi bosyapti. Mahmud ismi o'zi Bahrom. Biz Mahmud deb erkalab chaqiramiz. Bizda hozir kun qorong'u tushidan oldin bu joyga borib kelishimiz kerak. Bitta klientimiz bor, o'sha klientimizga borib prezentatsiya qilib berishimiz kerak deyishimiz aniq. Soatimiz 9:46 minut o'tdi. Bizda bo'lsa ужин. Aziz ikkalamiz ofisda o'tiribmiz.
9:30 bo'lganda bizani ужинimiz kelib qoldi. Hot-doglardan takoy hot-dog zakaz qildik. Takoy bizani krujkachalarimiz ham mana bunaqa MMDMC ajoyiblaridan qo'yganmiz. Endi bizga yoqimliliklar sizlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha o'rtoqlar, bir kuni men hot-dog yegim keldi-da, ofisda Aziz bilan o'tirganimda aytdim. Aziz, takoy hot-dog yegim kelyapti. Ustida chipslari bor, Lay's chipsli hot-doglar bormi desam, mana shu hot-doglarni bizga Aziz ko'rsatdi. Aka, mana shu zo'r hot-doglar bor deb. Yesi shu hot-doglardan bitta zakaz qilib yeb ko'ringlar. Zo'r narsa, mayli tekin reklama bo'lsa ham, zato sizlar maza qilib yeydigan hot-doglar bor bu yerda. Bu bo'lsa bizani kechki ko'rinishimizni. Qaranglar, bizning dvorimiz qanaqangi chiroyli bo'lib qoladi kechpayt. Bu yoqda yosh bolalar maza qilib o'ynab yurishibdi. В общем, видите, mana bunaqa ko'rinishda. Bizda bo'lsa ofisimizda ish yonib yotibdi. Ofisimizda bugun men nimalar qildim? Keling, ko'rsataman sizlarga. O'zi tinmadik, to'xtamasdan kecha bitta klientimizga renderlar qo'yib ketgan edim, boya kelganda tayyor bo'lgan ekan. Mana men bu Samsung renderini tayyor qildik. Qani baho beringlar, kommentariyada yozib ketinglar. Samsung qanaqa chiqibdi? Xullas, mana shunaqa narsalar. Ofisimni obzorini keyingi videoda qo'yaman. Ofisda nima qilganmiz, nimalar qo'yganmiz, qayerdan qo'yganmiz va qanaqa bo'lganligi haqidagi videoni keyingi videoda aytib o'taman. Bugungi yetadi, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.